Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Biz Apple 3 do'konimizda YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun sizlar bilan 2025-yil 26-dekabr holatiga narxlar bilan bitta tanishib chiqamiz. Instagram kichkinalik qilyapti narx tanishish uchun, shuning uchun YouTube kanaliga joylab boramiz. Bizni kuzatib boringlar. Like bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalar, keyingi videolarimiz ham sizlarga kelib turadi xudo xolasa. Boshlariga bo'lmasa. Xo'p, birinchi bo'lib S25 Ultra qimmat modeldan boshlaymiz. Bu yerda arzon modellar ham ko'p. Xo'p, S25 Ultra'miz yangisi $980, rabochiylari 850, 870, $900 chiqadi. S24 Ultra'larimiz $650 dan $720 chiqadi. Vyetnam versiyasi sal balandroq yuradi, Koreya versiyaga nisbatan. S23 Ultra'larimiz $500, $560 chiqadi. Holatiga qarab chiqadi. S22 Ultra'larimiz, xo'p, qo'ldan olinganlari $400 gacha, $380 gacha chiqadi. Qo'ldan olinmagan A+ lari $455 gacha chiqadi. Xo'p, Note 20 Ultra'larimiz qo'ldan olinganlari 280, $300 gacha chiqadi. Boshqana to'lovlari bilan chetdan kelganlari $325 gacha chiqqan shunaqa idealniy sostaniyadagi Note 20 Ultra'lar. 12 256 talik protsessori o'ta ham kuchli. Xo'p, S21 Ultra'larimiz narxi, xo'p, qo'ldan olingani 250 dan boshlanib $300 gacha chiqadi. Qo'ldan olinmagan A+ lari $340 gacha chiqadi narxlar. Xo'p, S21larimiz katta kolичествоda kelgan, mana ko'rishlaringiz mumkin. S21larimiz $160 dan $225 gacha chiqadi. Shunaqa boshqana to'lovlar qilib kelinganligi uchun narxlari oshib ketyapti. Lekin narx oshdi degani bu 100% arziydigan telefon. $225 ga 100% arziydi S21. 8 ga 256 talik juda ham zerikmaysiz bu telefonda. S22larimiz qo'ldan olinganlari $220 dan $260 gacha. Mana bunaqa salafalik A+ lari $290 gacha boradi narxi. Xo'p, S22 Pluslarimizga keladigan bo'lsak, mana shunaqa idealniy sostaniyada A+ lari $320, $325, qo'ldan olinganlari $280, $270, $230 ga ham sotdik, xudo xolasa. S20 Ultra'larimiz bor, ko'rishlaringiz mumkin. A+ eng idealniy sostaniyasi $290, $280 gacha chiqadi. Qo'ldan olingani $250, $230 gacha chiqadi. Xo'p, S23larimiz idealniy sostaniyadagisi $385 gacha chiqadi. Qo'ldan olingani $320, $350 gacha sotyapmiz, xudo xolasa. S23 Pluslarimiz mana qara. Idealniy salafanli holatdagilari $420 gacha. Qo'ldan olinganlari $370, $380 gacha chiqadi. Bunaqa Vyetnam versiya S24 Pluslarimiz $500, $530 gacha chiqadi. S25 Pluslarimiz Koreya versiya, ikkalamikasi ham ro'yxatdan o'tgan. Bular $670 dan chiqadi, hurmatli obunachilarimiz. Xo'p, S24 Pluslarimiz $450 dan $490 gacha rabochi o'zimiz qo'ldan olinganlar. O'zbekistonda ishlamaganlari $520 gacha chiqadi. Xo'p, S21 Pluslarimizga keladigan bo'lsak, xo'p, bular narxi qo'ldan olingani $200-220 chiqadi. Qo'ldan olinmagan o'sha chetdan kelgan boshqana to'lovlar qilib kelingani $270 ga chiqadi. A+ lar xudo xolasa. S20 Pluslarimiz ham kelgan, hurmatli obunachilarimiz. S20 Pluslarimiz narxi $210 dan $240 gacha chiqadi. Qo'ldan olingani 180 ham sotdik. Hozir ham bor, $200 ga masini berib olamiz. Idealniy sostaniyada qo'ldan olganligimiz uchun $200. Xo'p, S20 ni o'zi, xo'p, qo'ldan olganimiz $170 chiqadi. Idealniy sostaniyada, chetdan kelgani $190 chiqadi. Xo'p, S15larimiz, xo'p, qo'ldan olganlarimiz $160, $170, xo'p, $160 ga bor qo'ldan olingani, o'sha chetdan kelgan A+ lari, mana shunaqa A+ lar $175, $180 gacha chiqadi. Bularda barchasi emaillar ro'yxatdan o'tgan, behijolat. Assassin 2miz $150 chiqadi. Chetdan kelgan. S20 F'larimiz $150 dan $180 gacha chiqadi. A90larimiz $120 dan $150 gacha chiqadi. Hozir qo'ldan olinganlar bor, $130, $140 gacha sotyapmiz. Idealniy A+ holatdagilar. S10 Pluslarimiz $170, $180, mana shunaqa keramika 512 taliklar $180 gacha chiqadi. Qo'ldan olingani $140, $150 gacha sotyapmiz. Mana bu A6lar $60 dan. Note'lar $175, $170 dan A+ lari, qo'ldan olinganlar $150, $140 dan chiqadi. Mana bu S10larimiz ham bor, $130 dan $150 gacha. 900larimiz bor. Honor 900larimiz yangi assortiment bu. Hurmatli obunachilarimiz, bu optim narxda beramiz biz. 12 256 talik $345, 8 ga 256 talik $330 dan optim narxda tarqatyapmiz. Kelaverasizlar, 7D'larimiz ham bor, $180 dan optim narx. Bu dekabr yilda oxiri 2025-yil 26-dekabrga holatga shunaqa narxlarimiz
Bu yoqda arzonchilarimiz. Ko'ryapsizlar, arzon telefonlarimiz. Xo'p, mana A11 ochilmagan, umuman radnoy ekan, korobkalarigacha bor. Bor yo'q $35, hurmatli obunachilarimiz, ana shunaqa A11larimiz. Xo'p, mana bu 9A. Bu ham ochilmagan radnoy. Bu $40 chiqadi. Mana shunaqa arzonchi modellarimiz bor, A90larimiz bor. Xo'p, mana bunaqa M53. Bu $120 chiqadi, emaillardan ro'yxatga o'tdi. A15larimiz $120 chiqadi. A35larimiz $200 chiqadi. Redmi 12 800 ming so'm. A07 1 million so'm. Redmi Note 14 Pro $200 chiqadi. A32 $100. 12 Pro'larimiz $130-140 gacha chiqadi. Qo'ldan olingani $110 gacha chiqadi. Endi bular ko'proq terib olamiz. Idealniy statsionerlardan olib kelamiz. Mana bu telefonimizdan ham bor. Redmi 10 bor yo'g'i 900 ming so'm chiqadi. Xo'p, Honor 9C'larimiz 200-230 gacha chiqadi. 180 ligi ham bor, shu yerda bor. 14C'larimiz bor 800 ming so'mdan. Honor 8C'larimiz bor 150-160. Xullas, hurmatli obunachilarimiz, mana bu yoqda mana bunaqa idealniy statsionerda Redmi bu 11 Lite ekan. Bu mana shunaqa idealniy statsionerda ko'rganmiz. Ancha bu trendga chiqqan, o'sha legenda desa ham bo'laveradi. Shular $120, $100 dan sotyapmiz, bor asarda. 13 Pro Plus'larimiz 200-230 $. Nafasim yetmay qolyapti. YouTube'ga kam chiqamiz-da. Xo'p, Note 14larimiz $120-140. Idealniy statsionerda. Xo'p. Honor 200 Lite'lar ekan. $200, $170 dan $200 gacha chiqadi. Bu yoqda, xo'p. 36lar $240, 56lar. Xo'p, A56larimiz 128 talik $250-280, 256 talik $300-320. Idealniy statsionerdagilar, yangilari ham bor, $380 dan chiqadi 256 talik A56. A55larimiz $200-230 gacha. 180 ga ham sotdik. A16larimiz $120-140. Ulardan ham assortiment bor. Bu yerga boricha sig'dirganmiz, hurmatli obunachilarimiz. Bu yerdan assortimentimiz pastlarda ham bor. Hozir iloji boricha sizlarga narxlar bilan tanishtirib chiqdim. Mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa har yuk kelganda bitta yangilar narxlarga aytib boramiz. Shu qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz sizlarga xabar borib turadi. Aytgancha, hurmatli obunachilarimiz, bitta narsa estimizdan chiqdi. Yetmay qolgan joyga, pullaring yetmay qolgan joyga 3 oy, 6 oy nasib savdoyingiz bor, shu do'kondan chiqadi. 4dan birini bosh to'lov qilsalaring, albatta chiqarib beramiz. Agar to'lovga pullaring yo'q bo'lsa, uni ham imkonini qilganmiz. Imkon savdoyimizdan shartnomamiz bor. Telegram kanalimizga ham qo'shilib oling, silkasini qo'yib boramiz, nomerlarimizni qo'yib qo'yganmiz chetga. Agar tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, aloqaga chiqib boraverasizlar, behojijolat sizlarga ma'lumot yetkazamiz. Kelaverasizlar, hammalaringni Apple Store do'konimizda kutamiz.